Tovuqlaringiz sog'lom, lekin tuxumi kamayib ketdimi? Sababi mana shu 5 narsadan biri bo'lishi mumkin. Birinchisi yorug'lik. Yorug'lik rejimi buzilsa, tuxum berish ham kamayishi mumkin. Ikkinchisi suv. Tovuq doim toza va yetarli suvga ega bo'lishi kerak. Uchinchisi yem. Ozuqa sifati va ratsiondagi muvozanat buzilsa, tuxumdorlik pasayishi mumkin. To'rtinchisi stress. Shovqin, qo'rqitish, ko'chirish yoki keskin o'zgarishlar ham tuxum berishga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Beshinchisi xona harorati. Kuchli issiq yoki noqulay sharoit tovuqlarga stress berib, tuxumdorlikni pasaytirishi mumkin. Demak, tuxum kamaygan bo'lsa, avvalo shu 5 narsani tekshiring. Yorug'lik, suv, yem, stress va harorat. Agar sizga tovuq boqish va tuxum ko'paytirish bo'yicha foydali maslahatlar kerak bo'lsa, sahifaga obuna bo'ling. Izohga tuxum deb yozing, keyingi mavzuni ham o'tkazib yubormang.